Salbiy muomalaga ijobiy javob berish bu nafaqat boshqalar bilan munosabatni yaxshilash, balki o'zingizni ichki tinchligingizni saqlashning samarali yo'li hisoblanadi. Nima uchun ijobiy javob berish muhim? Biz ayollar ko'p holatlarda qo'pol muomalaga duch kelamiz va albatta bizga bu salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa boshqalarga o'zimiz xohlamagan holda ozor berib, xafa qilib qo'yamiz va afsuslanamiz, siqilamiz. Bu esa bizning kayfiyatimizga, ruhiyatimizga va albatta salomatligimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kun bo'yi shu kayfiyatda yuramiz, ya'ni asabiy, kayfiyatimiz tushib ketgan, stress holatlari bo'ladi va albatta organizmimiz shu stress holatni bilgandan so'ng miyaga signal jo'natadi. SOS, ya'ni yordam, bizning organizmimiz xavf ostida deydi. So'ngra bir xil ayollarimiz ishtahasi ochilib ketadi, ko'p ovqat yeb qo'yadi, o'zi bilmagan holda yoki shirinlik ko'p yeb qo'yadi. Shuni hisobiga keyin biz semirishni boshlaymiz. Salbiy munosabatga duch kelsangiz, bosiqlik bilan javob qaytaring, hissiyotga berilmang. Shunda yutuq siz tomonda qoladi, salomatligingizga, asabingizga zarar yetmaydi va albatta u insonni dilini og'ritib qo'ymaysiz, xafa qilmaysiz. O'zingizni yaxshi his qilasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi va albatta organizmingizga zarar yetmaydi.